Havo juda ham ajoyib, goh issiq, goh yomg'ir yog'ib turibdi. Mana hozir demak o'sha ko'l tomon qarab, ko'l tomonga yo'l olganmiz. Buni bir murakkablik jihati shundaki, mana shu og'ir yuklar bilan ko'rib turgan tog'lar dengiz sathidan 3000 metr, 3100 balandlikda. Eng qizig'i mana shunday tog'lardan 2-3 tasidan oshib o'tish kerak bo'ladi. Marhamat, tomosha qiling. Davom etamiz. Bitta like va podpissani bosib tomosha qilib qo'yinglar YouTube'da. Bu yil tabiatda juda ham yog'ingarchilik yaxshi bo'lgan. Tabiat juda ham gullab yashnab yotibdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, o'tlar juda ham baland. Hozir yutayotgan so'qmog'imiz, demak hayvonlar so'qmog'i, ko'pincha medvejий trapa deb qo'yamiz. Ayiq so'qmog'idir. Mana bu joydan hayvon ketgan ekan, ayiq yoki to'ng'izda yurgan. Tabiat juda ham zo'r gullab yashnab yotibdi. Oldinda hali olis yo'l. Mana shu sizlar ko'rib turgan qori bor joylardan demak o'tishimiz kerak bo'ladi. Va bunaqa tog'lardan bir nechtasidan o'tib ko'lga borishimiz kerak bo'ladi. Yomg'ir yog'ib yotibdi. Biz tomonda esa quyosh charaqlab odamni ko'proq shuni qo'yyapti. Go'zalligiga ahamiyat bering. Uzoq tog'larda demak yomg'ir yog'ib turibdi. Mana bu gullarni qarang. Mana bu gullarni. Juda ham go'zal manzara. Hozir mana shu qorga chiqib borishimiz kerak bo'ladi. Va olis quyosh chiqib turibdi. Juda ham odam ko'p terlab, chanqab ketyapti. O'shaning uchun ozgina suv ichib olish uchun yo'limiz tepada edi, biroz pastroqga tushishga to'g'ri keldi. Chunki hamma bakalashkalarni olib olish kerak. U yoqda keyin cho'qqi bo'ylab yuramiz, suv bo'lmaydi. Qor bo'ladi, lekin baribir nima deydi, haligi страховка uchun albatta suv olib olish kerak. Qochinglar, ey. Qochinglar. Baqirib qo'yish kerak, sababi mana ko'rib turibsizlar. Hayvonlarning yo'lida bu. Suv ichga tushadi. Bu joyda ayiqlar, to'ng'izlar juda ham ko'p yuradi. Ayniqsa hozir kun o'rtalar yurish juda ham qiyinlashib bormoqda. Sakarak zo'r. O'tlar juda ham baland. Yo'l topish juda ham qiyin shu. Medvejий trapani ayiqlarni qo'chqalarni yuradigan yo'llarni topib yurishga to'g'ri keladi. Bo'lmasa odam qilqoqdan o'rganchi. Ancha ko'tarib qo'yildi. Yo'l yo'q, faqat umuman yo'l yo'q. Juda ham ko'p vaqtni shu yo'l yo'qligi sababli olib qo'yyapti. Ana shu chakarak zo'r o'rmonlar ichidan yurishga
to'g'ri kelyapti. Mana otlarga duch keldik, shunday balandlikda. Bular nima deydi ana? Yovvoyi ot desa ham bo'ladi. Egalari qo'yib yuboradi-da, kuzda, qishda ushlab ketishadi. Endi tabiatni bitta go'zalligini ko'raylik. Va mana shunday go'zal manzaralarni hosil qilib turibdi. Mana shu joyda ozgina bir tomosha qilinglar. Nima deysizlar, mana shu go'zallikka. O'zimizni tog'lar ham Shvetsariya tog'laridan, shu dunyoda ko'rsatib maqtanadigan tog'lardan kam emas, to'g'rimi? Mana shu joyda bitta kommentariy yozib, davom ettirib ketinglar-chi. Nima deysizlar? Yoki bu fikrga qo'shilmaysizlar, shu joyda bitta kommentariy yozib, keyin davom ettirib ketinglar. Diqqatni ahamiyat bersak, yovvoyi to'ng'izlar o'tlab yuribdi. Lekin ancha uzoq, yaqinroq borolsam tasvirga olishga harakat qilaman, lekin ular meni ko'rib qoldi. Shuning uchun qochib ketishi mumkin. Yovvoyi to'ng'izlar o'tlab yuribdi. Ana boshini ko'tar. Masofa olisda juda ham. Harakat qilaman imkon boricha. Yovvoyi to'ng'izlar to'dasi. Ketdi mana. Sezib qoldi. Qochdi. Shashillanmasib ketdi. Shuni harakat qildim, sizlarga olib berishga. Bu joyda bitta like bosib, podpisatsiya bosib o'tib ketinglar, podpisatsiya bosib keting. Bari to'ng'izlarni tinch qo'yamiz. Yana darsga yuramizda. Davom etamiz. Bu joyda o'zida turli tuman gullarda. Buning go'zalligini qaranglar. Bitta joyda har xil gullar. Ajoyib mana shunday manzaralarda. Yo'lda davom etamiz. Mana bitta balandlikka yetib keldim. Dengiz sathidan 2700 ko'rsatyapti. Hali manzil oldinda. Endi mana bu tog'larga bir manzaralarga bir ahamiyat beringlar. Hali qorlar turibdi. Yana hali ana bu mana shu balandlikdan o'tish kerak. Bir nechta mana shunday tog'lardan o'tish kerak. Tog'larni mahobatiga, go'zalligiga bir maza qilinglar. Men yurib ham bo'lmaydi, chiqib ham bo'lmaydi bu joylarga. Faqatgina vertolyotda tomosha qilib o'tib ketishingiz mumkin. Manzil juda ham go'zal. Juda ham ajoyib. Yo'limizda mana g'avochlar chiqdi. 7-iyun g'avochlar yaslanib chiqyapti mana. Tabiatga endi o'zingiz bitta baho berib qo'yasiz. Bu g'avochlarni hali yumshoq, bemalol olib bo'lib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Maza qilib iste'mol qilasiz. Bu yoqqa endi keyin gullarni qaranglar, qarang. Boy chechakli endi chiqib turibdi. Boy chechakli endi chiqadi. Ko'rishda davom eting. Hali sayohatimiz oxirida Toshkent viloyatidagi O'zbekiston Respublikasidagi Tolibotdagi eng katta ko'lni albatta ko'rasizlar. Hozir esa manzaradan shunchaki zavqlaning. Tomoshabinlar yotib qolish uchun vaqt bo'lib qoldi. Juda ham ko'p vaqtimiz
Boshqa yo'llarga ketib qoldi, o'shaning uchun suv yo'q. Tepalikda qorga yaqin joyga keldik. Qorni tindirib suv ichish maqsadida va teparoqda birorta joyda baza qurib yotib qolamiz. Endi nima go'zalliklarni o'tdi. Ko'ringlar. Mana shu yerda qor bor. Shuning uchun qordan suv bo'lgani uchun mana shu yerda qoldik. Mana baza. Bu mana shu yerda qolamiz endi. Xo'p. Ovqatlarimiz bugun konserva, mosh kuchuri. Ishda qolamiz. Xo'p, aziz do'stlar, mana shu joyda qoldik. Nachovka, hozir demak kechki ovqatga tayyorgarlik. Mana shu yerda yotib qolamiz. Tun tushdi. Ko'rib turganinglardek. Hop. Mana tong otdi. Demak, narsalarimizni yig'ishtirib otlanamiz. Xo'p. Demak, sayohatimiz davom etadi. Hozir narsalarni tezlik bilan yig'ishtirib, mana shu cho'qqi bo'ylab davom etamiz. Ajoyib tong otmoqda. Qushlar sayragan. Quyosh esa charaqlab chiqib kelmoqda. Azizlar, mana dengiz chatidan 2900 metr balandlikda. Yo'limiz olis davom etadi. Hozir mana shu tog'lardan yana o'tib, ko'rib turgan qorlar, cho'qqilar 3000 metrdan balandlik bilan oshib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bilan kurashda davom etadi. O'ta tongdan mana gullar, qorlar. Faqat mazza. Hozir o'sha to'g'ridan uzoqdan bitta ayiq o'tib ketdi. Ayiq yo'limizdan ko'rsa, ketib qolmasa, o'tlasa o'sha joyda albatta uni tasvirga olishga harakat qilamiz. Kiyim yonib turibdi. Bo'ringizni qaraylar. Bo'ri ketganiga. Shu yo'lda. Men ketayotgan yo'lda bo'ri o'tgan izi. Ancha yengil kechasi o'tibdi. Bo'ri ketibdi. Havo juda ham isib ketdi. Shuning uchun ozgina balaklavalarni kiyib olib, ozgina quyoshdan saqlanishga to'g'ri keldi. Xo'p. Manzarani ko'rib turibsizlar. Qanaqaligini. Voy, mana bu burgut nima. Voy. Orqamda qorlar. Tomosha qilinglar. Dengiz sathidan 2950 metr balandlikdaman. Qor mana. Voy, oyoqdagi chilchillab ketdi. Bahor endi kelgan. Voy, chechaklar. Mana qor erishi bilan qushimiz uchib yuribdi. Jonivor. Mana tomosha qilinglar. Qumoy ekan, boshli qumoyga o'xshatdim. Hozir ko'zim yaxshi ko'rmayapti-da, quyosh urib turgani uchun. Mana qorlar. Aslidagi qor. Shu cho'qqi bo'ylab ketilyapti. Mana qaranglar tabiatga. Tabiatning go'zalligini bor. Tomosha qilinglar. Do'stlar, demak, ekspeditsiyamiz, sayohatimiz davom etadi. Qorlardan yuryapmiz. Dengiz sathidan 3000 metr balandlikdaman. Orqada mana tabiatning go'zalligini ko'rib turibsizlar. Qorlar hali juda ham ko'p. Eng qizig'i, hali bundan ham baland, bundan ham ko'p qorlar tarafidan o'tamiz. Agar imkonimiz bo'lsa, yana qorli joylardan tasvirga olishga harakat qilamiz. Bo'lmasa, qorni pastlarida yuramiz.
Azizlar, baland nuqtada cho'qqi bo'ylab yurganimiz uchun buloqlar yo'q. Suvimiz tez-tez tugab qolyapti. Sababi quyosh issiq, yuramiz, yuk og'ir, ko'p terlaydi odam, suvga ehtiyoj birinchi navbatda. Shuning uchun hozir ilojimiz yo'q. Mana qori tozalab, demak, bakalashlar. Sizlarga life hack. Mana shu qorlar erib suvga aylanadi, chumkamiz yurganicha ichishga majburmiz. Endi ba'zi birlar hozir boshlaydi. Shunaqa videolarni ko'rgansizlar, tam tog'dagi qorlarni yesa, muzlarni ichsa, bu narsa bo'ladi, ular viruslar degan narsalar videolar qilishadi ko'pincha. Lekin bu joylarda shunaqaki, shu paytgacha doim shunaqa qilib kelganmiz, hech qachon suvdan zaharlanib, yo qornimiz shishmagan. Shu paytgacha. Ota-bobolarimiz ham shu ishlarni qilib kelishgan doim. Qizig'i, bunaqa situatsiyaga yoki bunaqa holatlarga tushganingizdan keyin juda ko'p injiqliklaringizni chetga surib qo'yasiz. Joyi kelsa, shunaqa holatlar bo'ladi, shunaqa narsalarni yeyishingizga yoki shunaqa holatlar bo'ladi. Endi mana uni ekran oldida aytmaymiz. Manaman degan o'zini o'ta madaniyatliman deb borgan, qo'lingni yumaysanmi deb boradiganlar ham bunaqa joylarda akajon deb boradi, balchiqda loylar ichib boradi o'rtoqlar. Endi bizni ko'rsatuvlarimiz shunaqa jaydari, prima uriladigan tillarda ishlatamiz. Shuning uchun qorni oldik, sumkada erib, ozgina suv bo'ladi, muzdek ichib ketamiz. Bu ham bir sizlar uchun bir informatsiya. Shunaqa joyda qolib ketsanglar, shunaqa qilinglar. Bahor bo'lib yotibdi. Sayohatimiz davom etadi. Demak, o'sha ko'lga qarab yo'limiz davom etur. Balandlikka oshdik. Bu joyda ham bahor, o'rtoqlar. Mana. Bunda bahor bo'lib turibdi hali. Hali qorlar endi erib, endi sharsharalar hosil bo'lib, biz mana shu yo'lak bilan yana yo'limizni davom ettiramiz. Bahor. Mana ham yashil sariq bo'lib turibdi. Azizlar, demak mana qordan yurishga to'g'ri kelyapti. Eng sathidan 3000 metr balandlikda. Juda ham sovuq tushib ketdi to'g'risi. Chunki qor urib turibdi, ham boyaga quyosh endi yo'q. Bulutlar keldi. Yomg'ir yog'ib yuborishi ham mumkin. Qor yog'ib yuborishi ham mumkin. Qorda juda ham yurish qiyin bo'ladi. Manzara. Sal hozir udobniroq joyga chiqib olsam yana video olaman. Mana yana bitta tog'dan o'tdik. Eng sathidan 2900 metr balandlikdaman. Balandliklar 3000. Balandlikda juda ham baland cho'qqi bor. Orqasida ko'k suv boshlangan kichkina ko'llar bo'ladi. Biz hali mana shu joylardan oshishimiz kerak. Masofa juda ham olis. Tabiatni go'zalligini endi bir o'zinglar bir ko'ringlar. Aziz do'stlar, sayohatimiz davom etadi. Mana eng sathidan 3000 metr balandlikdamiz, tepamiz 3000 dan ham baland, 3400 deyarli. O'tirsizlar tabiatni. Orada, cho'qqida bu joylarda mazaqa, tog' ichkilari, qor qoplonlari, ayiqlar mazaqa yashab yuradi. Mana yana katta qorlardan o'tamiz va keyin ana shu baland cho'qqilarni qorlar bo'ylab yurib, bu tog'dan ham oshib o'tib ketamiz. Go'zalligidan bahramand.
Mana bu go'zallikka endi bir ahamiyat beringlar. Qaranglar qanaqa go'zal. Shu o'zimizning Toshkent viloyatining tog'lari, o'rtoqlar. Zavqlaninglar. Sayohatimiz davomida mana shunday go'zallikka duch keldim. Qaranglar. Mana cho'qqilar va mana gullar. Yastanib yotishini qaranglar buni. Bu hali pastda yana bor. Hamma joydan yerni teshib suvlar chiqib yotdi. Mana bu gulni qaranglar. Gulzordan endi sekin qaytamiz. Gulzorni ko'rdinglar, tog'larni ko'rdinglar. Endi yo'lga chiqamiz. Tomoshabinlar, ko'ruvchilar, mana tog'larning bahaybatligini, qor ko'chkilarini ko'pligini ko'rib turibsizlar. Bu yerda hali juda ham qor ko'p. Buni pastgacha ulanib ketgan. Biz yana yo'limizni davom ettirib, bu tog'dan ham hozir oshib o'tib ketamiz. Xo'p. Shu qorlar bag'rida nima demoqchi edim sizlarga, ha? Bu dunyodan yaxshilik qidirib yuringlar, maylimi? Yaxshilik bo'lsin-a. Azlar endi ajoyib boshqacha gullar paydo bo'lib qoldi. Mana qaranglar. Ular ham endi bir noyob gullar. Shu tog'larga xos, shu balandliklarga xos. Juda ko'p. O'sishini qaranglar. Hamma yoqda o'syapti. Cho'qqilanti ekan. Sayohatimiz davom etadi. Haligacha o'sha baland qog'ni yo'ldan o'tib ketganimiz yo'q. Telefonda kichkina ko'rinadi, ko'p narsa yo'q. Qon ko'rinadi. Masofa juda ham olis o'rtoqlar. Shuning uchun ancha o'ziga yarasha murakkablari bo'ladi. Yo'l tugamayapti. Yurib ketiryapti. Tugamayapti. Bahor nafasi. Hozir qaranglar. Do'stlar, bu balandlikdan ham o'tdik va nihoyat sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan ko'lga yaqin qoldik. Marhamat, tomosha qilinglar. Aynan mana shu ko'l haqida sizlarga gapirib beryaptim. Rangini ko'rib turibsizlar. Juda go'zal. Buni yoniga tushib borishga ham hali ancha masofa bor. Buni orqasida yana kichik ko'llari bor. Sayohatimiz davom etadi. O'zimiz ham juda ham xursandmiz va nihoyat ko'limiz yuqoridan ko'rindi. Jimjitmi? Demak, ko'lga ancha yaqin qoldi. Ancha pastga tushib qo'ydik mana. Xo'p. Oz qoldi ko'lga. Go'zalligini bir ko'ringlar. Murakkab
Ba'zan mana shunaqa joylardan yurishga to'g'ri keladi. Ilojimiz yo'q boshqa. Chunki bu joylar shunaqa yovvoyi tabiiy joylar. Mana yo'l yo'q, sharshara va manzara. Shara oqib turibdi. Suvlar azda mana ko'lgacha ancha yaqin qoldi. Shuncha joydan tushib keldi. Oz qoldi. Kullar qarang. Mana ozgina qoldi. Deyarli yetib keldik. Deyarli. Manzarani tomosha qilib zavqlanaylik. Sizlar yana ham yaqin qoldik. Sizlarga qiziq bir informatsiya. Mana bugun ravotchi guli bo'ladi o'rtoqlar. Mana shu hamma sevib iste'mol qiladigan bahordagi ravotchi mana. Tagida o'zi chiqib turibdi. Mana shu ravotchi guli bo'ladi. Buni o'sha qanaqadir dorivorlik xususiyatlari ham bor deyshadi. Sahrga, davleniyaga deyshadi. Men tabib emasman, eshitganlarim hayotiy tajriba. Maza qilinglar. Bu juda ham chiroyli qaranglar. Mana bu ko'l bilan birga juda bir o'zgacha bir go'zallikni hosil qilib qaranglar. Mana ko'lga yaqinlashganim sari telefonda uncha bilmayapman. Kichkinasini o'zi juda katta ekan. Endi u hali tog' orasi o'tib ketadi. Bularni hali tasvir davomida sizlarga ko'rsataman. Necha zavqlaninglar. Pastda mana suvlar chiqib, tog'larning yorug' suvlar chiqib kelyapti. Xullas, prosta zavqlanish kerak bo'ldi shu. Tomosha qilish kerak. Tabiatni ko'rib rohatlanish kerak shunchalik. Sug'ur jonivor toshda mazza qilib ko'lni tomosha qilib yotibdi. Qinoch ko'lni, birinchi kichkina ko'lni tomosha qilib yotibdi. Sug'ur. Qizil sug'ur. O'zi ham qizil kitobga kiritilgan. Jonivor. Jonim. Mazza-yu, to'g'rimi? Nimaga mazza qilmasin? Tabiatni qaranglar. Tabiat qanaqa bo'lib yotibdi-yu? Bu sug'ur jonivorim, jonim qanday yotibdi? O'tadi-da. Sug'ur jonivor toshdan tushdi endi. Chunki bizni ko'rdi. Kim keldi dedi, meni uyimga dedi-da, shunga yetib kirib ketdi. Biz esa ko'lga qarab yurishni davom etamiz. Demak, Ixnoch ko'liga yetib keldik. Bu birinchi kichkina ko'li. Ixnoch ko'li o'zi asosiy katta ko'l u yoqda, undan keyin yana bitta tepasida kichkina ko'lchasi bor. Lekin hozir biz uni ko'llardan bittasida turibmiz. Juda ham katta va juda ham
Judayam tiniq. Bu hali kichkinasini o'zi shunaqa katta. Biz hozir endi asosiy ko'lga ketishimiz kerak. Mana buni orqasi. Shu birinchi ko'lni o'zi judayam katta. Va judayam chuqur. Bilmayman necha qanaqa chuqurligini-yu. Dahshatli darajada. Maza. Hali tasavvur qo'ydi. Orqadagi ko'l. Yana uni yarimidan narigi tomonga ketadi. Bu tarafdan ko'rsatib bera olmaymiz. Buning uchun ertaga mana bu tog' oshish kerak bo'ladi. Ham gullarni qaranglar, gullarni. Gulni qaranglar. Hamma joy oppoq. Hidi vahshiy. Juda ham yoqimli. Aromat. Mana o'rtalar so'qir. Yana bitta so'qir. Bizlarni kuzatib turibdi. O'tirib olgan yerga. Ashta turibdi. Asosiy katta ko'lga kelyapmiz. Qinoch ko'l. Lekin bu ko'lni bir qismigina xolos. Bu bir qismigina xolos. Uni to'liq ko'rish uchun biz hali tepaga chiqishimiz kerak. Dog'ga chiqishimiz kerak. Qinoch ko'l. Mana shu bo'ladi bola. Boyagi u kichkinasi edi. Endi asosiy Qinoch ko'l. Qinoch ko'l mana shu bo'ladi. Bu bir qismi. Ya'ni boshlanishi. Bu ko'l hali mana bunday qilib bu tog' orqasiga o'tib ketadi. Uni keyingi videolarda ko'rsatishga harakat qilamiz. Böyle uçup yuttum ha. Ko'l o'rdaklari. Mazza tomosha qilinglar. Ketdi. Qinoch ko'l. Mana yo'q orqaga o'tib ketadi. Ketdi orqaga qarab. Qinoch ko'liga yetib keldik. Bu yog'i hali yana kirib ketadi bu yog'i bilan. Yotib olganini qaranglar buni Toshkent. Naryoqdan ham tas chiqdi. Yana kirib ketdi. Maza qiladi. Katta ko'l, hech kim yo'q. Yovvoyi tabiat. Ha jo'na. Kuzatib turibdi u. Tabiatda.
do'stlar, endi Ixnoch ko'li haqida gapiradigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar. Haqiqiy yovvoyi tabiat. Bu yerda hech qanaqa hech kim yashamaydi. Va faqat mana tog'larda qor qoplonlari, ayiqlar, tog' echkilari yuradi. Mana tepamiz maysalar o'sib yotibdi, gullar. Haqiqiy yovvoyi ko'l. Haqiqiy o'zini go'zalligini saqlab qolgan joy. Nihoyatda go'zal ko'l. Hali yana ancha yo'l bor. Juda katta ko'l-da bu. Bu mana shunaqasidan ketib, hozir mana bu yog'i ko'rinmaydi. Bu yoqdan yana bitta ko'l ketaveradi mana shunaqa. Boshlanishiga yetib keldik. Endi bu to'liq tepadan olish uchun vaqtimiz afsuski yetmasa kerak. Uning uchun yo bu cho'qqiga, yo mana bunga, yo mana bu cho'qqilarga chiqish kerak. Buning uchun chiqish kerak. Ana azizlar. Shuning uchun mana shu cho'qqi bilan yurib kelib, mana qor boshlamoqdimi? Shu undan oldingi tepa qor. Mana shu yerdan tushib keldik. Bu juda uzoq, juda baland bog'. Endi kamerada shunaqa ko'rinadi. Hozir mana shu ko'lam kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Lekin nariga qirg'oqda yursam, hozir mana shu yerdan ko'rish qiyin bo'ladi odamni. Juda ham baland. Aziz do'stlar, mana sizlarga O'zbekistondagi eng olis va eng sirli ko'llardan bittasi Ixnoch ko'li haqida video lavha tayyorladik. Lavhalarimiz umuman professional emas. Bu shunchaki yo'l-yo'lakay olingan tasvirlar, telefonda shunchaki yurib ketayotganingda olingan tasvirlar. Va albatta biz ham professional ishlar qilib, kelajakda albatta sizlarga professionalroq ko'rsatishga harakat qilamiz. Buning uchun albatta jamoa, professional kameralar, vaqt, mablag' kerak bo'ladi. Xudo xolasa homiylarimiz chiqib qolsa, albatta kelajakda shunchaki yo'llar kerak emas, albatta professional, hujjatli film tariqasida sizlarga taqdim qilishga harakat qilamiz. Bizni qo'llab turganingiz uchun rahmat. Podpisatsiya bosmaganlar albatta podpisatsiya bosing, like bosing, kommentariy yozib keting, bizni qo'llab-quvvatlang. Shunchaki oddiy havaskorona ishlarimiz bo'lsa ham ko'rganingiz uchun sizga rahmat. Bizni qo'llab ketish uchun albatta like, podpisatsiya bosib keting. Barchangizga rahmat. Ixnoch ko'lining go'zalligidan yana bir bor bahra oling.